Xo'p, insonda 5 ta rol bor. Bu birinchisi men roli. Men roli bu insonni o'zini meni hayotda borligi shaxs sifatida. Men roli joyida bo'lsa, insonda ishlangan bo'lsa, bularni sekin-sekin ichiga kiramiz hali. Men roli joyida bo'lsa, insonda men roli ishlangan bo'lsa, o'rinli bo'lsa, bu insonni rivoji to'g'ri ketadi. Ya'ni men roliga shular kiradiki, sizni sog'lomligingizda biologik rivojingiz, tanangiz rivojlanayotgani, biologik rivojingiz, ruhiy rivojingiz, ongingizni yuqoriga ko'tarish bo'yicha, ongingizni kengaytirish bo'yicha bilimni olayotganingiz, bu ruhiy rivojingizga kiradi va keyingi rivojingiz bu jamiyatdagi rivojingiz, ya'ni sizni kasbiy, sizni anaqangiz, ijodingiz, sizni jamiyatga o'zingizdan beradigan xizmatingiz, bu jamiyatdagi rivoj. Mana shu 3 ta rivoj insonni men rolida bo'lganda, inson men rolida o'rinli tura olganda, mana shu 3 ta rivoj to'g'ri ketadi, o'rinli ketadi. Endi insonni keyingi roli bor. Agar siz ayol jinsida bo'lsangiz, ayol kishi bo'lsangiz, ayol sifatidagi rolingiz bu qanaqa? Ayol sifatidagi rolingiz bu turmush o'rtog'ingiz yoki umuman erkaklarning oldidagi ayol sifatidagi rolingiz, ayol sifatida ma'lum bitta vazifani bajarishingiz. Bu ikkinchi rol. Uchinchi rol bu siz ona bo'lsangiz, ona rolingiz. Agar erkak kishi bo'lsangiz, ota roli bo'ladi bu. Uchinchi rol. Ikkinchi rol, siz ayol bo'lsangiz, ayol rolingiz, erkak kishi bo'lsa, bu erkak kishi ayolning oldidagi erkak sifatidagi rol, erkak vazifasini bajarishi. Demak, uchinchi rol bu ona rolimiz, erkaklar uchun bu ota roli. Ona roli bu kim oldida? Farzandlarimiz oldidagi rolimiz. Endi bu uchinchisi, to'rtinchisi, masalan, farzand, qiz farzand, qiz bo'lsangiz, qiz farzand, o'g'il bo'lsangiz, o'g'il farzand, umuman farzand bo'lsak bo'ladi. Bu kim oldida? Ota-onamiz oldida. Va keyingisi bu yaratuvchi roli deyiladi. Ya'ni yaratuvchanligingiz, ijodkorligingiz, missiyangizni insoniyatga berish. Mana shu rolingiz. Endi mana shu 5 ta rolda juda ko'p muvozanatlar buzilishi bo'ladi va hayotimizda juda katta muammolarning yaralishi mana shu joyda boshlanadi. Ularni yaxshi tushunib olsangiz, yaxshi his qilib olsangiz, hayotingizda munosabatlar bo'yicha, hayotingiz boshqa aspektlarida ham juda katta hal qiladigan, to'g'rilaydigan muammolarga uchramaysiz.